Qizim, nima bo'ldi? Buvijon, so'rab ko'ring, balki mana shu do'kondir. Xo'p. Sen shu yerda qimirlamay turgin, xo'pmi? Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, xola. Nima kerak edi? Mana shu qo'g'irchog'ingiz nechi pul? Ma'mulisimi? Ha, 45 ming so'm. Yonidagisi 250 ming. qimmat ekanda. Mana shu kichkinasini arzonlashtirib bera olmaysizmi? Ozgina. 40 ming bera qoling, xola. Mana. Ha, yana bitta iltimosim bor edi-da. Xo'p. Hozir nabiram kiradi. Shu o'yinchoqni onasidan sovg'a ekanligini aytsangiz, maylimi? Xo'p, bo'ladi. Farzandlaringiz chet eldami deyman? Ha, yo'q. O'g'lim bilan kelinim 1 yil bo'ldi, avtohalokatda halok bo'lishgan. Uzr, xola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha. Oy, sizga salom dedilar. Sizga zo'r sovg'a berib ko'rsataymi? Ha. Mana, qarang. Qanaqa chiroyli qo'g'irchoq jo'natdilar sizga. Va, muncha chiroyli. Buvijon, qarang, men xohlagandek chiroyli ekan. Yoqdimi qizim? Ha. Amakijon, mana shu xato jonga berib qo'ying. Albatta beraman, sog' qizim. Barakalloh. Sog' bo'linglar, xola. Assalomu alaykum oyijon, onajon. Men sizlarni juda ham sog'indim. Buvijonim har kuni sizlarni sog'inim, kechqurun yig'laydilar. Oyijon, sizdan iltimosim bor. Menga sovg'a jo'natganingizda ro'molingizni jo'nating. Sizlarni juda sog'indim.